Yo'q, nima to'g'ri kelmaydi? Tinchlikmi aka? Uchrashuvga chiqdim, menga to'g'ri kelmaydi. Buyim baland bo'lsa, havas chopki. Balkim Qalala qilma. O'zingni bos yura, urushma faqat. Ya, urushmayman. Meni qizimdan sovchi qo'ygan. Uydagilari aytgan, qizim rozi bo'lsa beraveramiz deb. Shuni to'g'ri tushuntirib aytishim kerak-da bunga. Rahmulla aka, Assalomu alaykum, yaxshimisiz? sizga akam salom aytyaptilar. Bo'pti, sog' bo'ling. Salomat bo'lsinlar. Salom aytinglar sizlar ham. Akasi kimligini aytmadi-ku. O'jo'ra nimaga gapirmading? Ha, bunga qiz tugul kuchiga ham gapirmadi. Ketdik. Men charchaganga o'xshaymanmi? yo'q, nimaga? Bitta qizga gapirdim, damingni ol deydi. Balkim Boray, asabga tegma sana. nima dedi aka? Qo'yildi ekan. Boshingni ter dedi. Qashol dedi. Bor, nima u? dedi. Stop aka. Hozir qayerga bormasangiz usti boshingizga qarab muomala qiladi. Men aytgan adres bo'yicha boring-da. Ana bu kiyimlar bilan uchrashuvga borsa bo'ladi. Aytganingdek bor ekan, sifatli ekan, dahshat kiyimlar ekan. Vaqtiga kelinmanda bir hafta oldin 1,5 million sotilgan kurtkalar 550 ming so'mga tushdi skidkaga. Buni qishki kurtka deydigani bilan mana bahorga dvoykalar 550 ming so'm, 70% skidka. Faqatgina 5 kun ekan, men birinchi kuniga ulgurib qoldim. Oyoq kiyimlarga ham 50% skidka ketyapti ekan. 600 ming so'mga oldim mana shuni. Manzil Chilonzor Hozirobod masjidining shuna yonida 50 ga uz, lekin tashqi tomonda original moda deb yozilgan. Adashma. Ha aka. O kiyim ham hal qilmadi-ku. Bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Qizlarga gap ochish uchun cho'mchagingizda normalniy pul ham bo'lishi kerak-da.